o'tgan darslarimizni armaturlar bir-biriga ulashlarni ham gaplashganimizda o'shalar orasida naxlios ham bor edi. Ahamiyat bergan bo'lsa, o'sha naxlios yuzarini olsanglar, kolonnani armaturasi, продольный armaturasi bitta o'qda turishi kerak. Hozir bu yerda bizning ham kolonnamizda qarasak, bu yerda xato ketgan. Qanaqa xato ketgan? Mana bu betonni cheti bo'lsa, hozir bu yerda mana bu vipsga chiqqan, mana bu keyingi ketayotgan armatura borib turib, yana o'zini o'qib davom etgan. Bu bo'lsa, bundoq yurib, bundoq chiqib ketish kerak, bitta o'qqa tushish kerak edi. O'shanda zashniy sloy bir xil ketgan bo'lardi. Hozir bu yerda zashniy sloy katta bo'lib ketib qolgan. Ahamiyat bersak, mana shu narsaga ahamiyat berish kerak. Qurilishda ham shu narsani nazorat qilish kerak. Endi men o'rta qismida bu yerdan ketsa bunaqasi yo'q, lekin bu ozgina raznica bersa beradi-yu, lekin chet uglovoy qismlarida buni bitta o'qqa olib tushib olish kerak.